Okey, siz menga mana buni olib borib bergin deyapsiz-da. Ha. Ochyapman. Buning ichida pul chiqyapti. O'tga borganda menimcha kam deydigan bo'lsa, men nima qilaman? Men pul borligini ham aytayotganingiz yo'q buning ichida. Men buni olib borib bera olmayman. Dastavkada pul olib borish mumkin emas. Nimaga olib borib berish mumkin emas? Dastlabki chaqiryapman, pulini beryapman. Nimaga olib borib bermaysan? Yo'q, okey, qarang. Yana bir marta aytaman. Pul olib borib berish mumkin emas. Siz simbolik bu narsani aytmayapsiz menga. Yetilmaydi-ku bu narsa. Yo'qoladigan bo'lsa kelgan. Voy, men olib borganda kam chiqadigan bo'lsa nima qilaman men? Menga qara qaysi taksi parkda ishlaysan o'zi? Nima farqi bor senga qaysi taksi parkda ishlashim? Men olib okalar, bunaqa mashinniklardan ehtiyot bo'linglar. Iloji boricha Yandexda umuman pul olmasanglar ham bo'ladi. Nimagaki har xil holatlar juda ham ro'y beryapti. Agarda siz Yandex qiladigan bo'lsangiz, qaysi taksi parkda ishlashni bilmayotgan bo'lsangiz, Toshkent sifat taksi parkida ishlang. Har oy 3 million, 2 million, 1 million bonuslarimizni tekinga taqdim etamiz. Undan tashqari har juma kuni har xil bonusli yana o'ynaymiz. Har 5000 kilometrda moyiz tekin bo'ladi. Bunaqa taksi park qayerda bor? Okalar aytinglar. Toshkent sifat taksiga obuna bo'lib qo'yinglar. Podpiska tashlab, like bosish esdan chiqmasin.